Mana bizning jo'jalarimiz ro'pparasi 4 sutkali jo'ja. Hey yo'qlar. Mana Phoenix, Xiyab, Ligorin jo'jalarimiz. Suvda bugun vitaminli suv bugungi kuni. Vitol dorisi vitamini foydali bularga vaksinadan oldin Vitol beramiz. 3-4 xil vitaminlardan propoyka qilamiz. Va albatta bularni start yemiga bugun bularga birinchi marta tuxum beramiz. Ko'k piyoz bilan bir maza qilib yeysin. Juda foydali-ku, bilasizlar, tuxum qo'shimchasi bularga qo'shimcha qilib bersanglar. Mana jo'jalarimiz 4 sutkali. Mana endi bularni ko'ringlar yeyishini. Bismillah. Qani la. Qo'linglarchi talash boshlanadimi yo'qmi? Ular hidini sezadimi? Yaxshi yeyishadi deb bular. Piyozlari bilan. Qo'yinglar. To'g'risidan cho'qlashni bilan. Start yemida nima deydi, sostavida tuxum bor o'zi. Lekin mana bunaqa tuxum bersanglar, belokda bular tezroq rivojlanadi. Ayniqsa jo'jaligida deb tasinglar, rosa foydali bularga. Piyoz berishimiz, ko'p piyoz berishimiz bu ichidagi parazitlarni o'ldirib tursin. Bular endi kuchli bo'lsin, kuchli katta bo'lsin. Mana endi buni tomosha qilamiz. Qanaqa ishyapti bular. Qardash, juda yaxshi ishyapti. Buni ham ko'katda endi mana sekin-sekin mana yeb qo'yishadi ham, tuxum qolmasin. Jo'jaga bir oy davomida, kamida bir oy davomida haftasiga ham kamida 3 marta tuxum bersanglar, juda ham foydali. Ziyoni yo'q. Lampa tagida plyajda yotgandek mazza qilib yotishdi zagarolik. Bir pasta tuxumlarni yeb qo'yishdi. Xo'sh bo'lsin. Endi qolgan xo'jaligimizdagi narsalar, parrandalarimizni ko'rsataman. Inkubatorimizni mana bu safar kamroq tuxum taxladi bu yerga. Ligorin, amerikanskiy, oqi, kattasi. Keyin qorasi, xudo xolasa, Phoenix bor yana 8 dona tuxum. Xudo xolasa bexato ochib chiqsin. Mana bu. Juda kam. Barakasini bersin. Mana bizning 40 kunlik xavfiyatlarimiz. Holatini ko'ringlar bilanmi? Bular kletkadan, bruderidan hovliga chiqishgan, kullasigan, xudo xolasa. Bularni yemi o'sha start, lekin qo'shimcha qo'shganmiz. Yirik donlardan, kattalanikidan nisushka yemi bor. Smes. Bundan yeb o'rganishadi. Olinglar, kelinglar. Mana. Ro'pparasi 40 kunliklar. 10 ta jo'jamizdan xudo xolasa 5 ta aniq xo'roz chiqib qoldi. Sanashim bo'yicha 6 ta yo 7 ta xo'roz
katta bo'g'risincha ko'ramiz. Ko'rsatmasam 10 ta kelgan bo'lsa, shu 10 taligicha katta bo'lishyapti. Qanqiya pojon jo'jalari. Bularimiz bo'lsa katta jo'jalar ko'ryapsizlar. Fenikslarimiz tuxumga kirgan, xudo xolasa. O'zi ikkita dona makyon, bittasi kirgan edi. Ikkinchisi mana bunisi balerinamiz endi kiradigan. Qanqiyaplarimiz hali yosh. Bular dekabr, 10-dekabrdagi. Xudo xolasa 4 oylik bo'lib qolishadi 10-da. 5 ta jo'ja olib kelganman qanqiyap. 5 tadan mana hammasi sog'lom. 5 tadan 3 ta xo'roz chiqdi. Xudo xolasa katta bo'lishyapti. Mana Feniksimizni boshini xo'rozlarimiz cho'qib kalqib qo'yishibdi. Mana Feniksimiz. Ikkita xo'rozimizni qonida, haligi balerinamizni qonida ham qop-qora ota-onasi. Xudo xolasa jo'jalaridan biz umid qilamiz qop-qorasi chiqishiga. Qimmatbaho bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa 1-2 kunda bu inlarni hammasini tozalab dezinfeksiya qilamiz. Kun issiqda kunlar bitlab ketmasin deb xudo xolasa. Petro. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bitta layklarni ayamasizlar. Xohlasa jo'jali paytida mana yetishtirayotgan paytimizgacha videolarni namoyish qilib boryapman. Nima don, nima suv, nima vitamin berayotganini hammasidan xabardorsizlar. Bexato katta qilamiz. 5 ta qanqiyap kelgan, 5 taligicha turibdi, ko'z tegmasin. 5 ta Feniks kelgan, 5 taligicha turibdi. Hozir bizda bu 3 tasi, bittasi begona qon, bitta xo'roz, ikkita xo'roz sotilib ketgan. Naryoqda 10 ta jo'ja kelgan, 10 ta sog'lom. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.